Bunaqalar yo'qmi? O'tmishda og'riqli holat, misol uchun kimdir masxara qilgan yoki unaqa narsalar yo'qmi hayotingizda? Bo'lgan. Bu kechni o'zi sizni oyim aytdi, sizni ko'rib chiqdilar. Seriozmi? Oyim shu qizni ko'rgan, shu qiz o'sha zo'r ekan deb. Siz oldingi gapirishingizni oyim ko'rdida. O'zi siz qaragan, o'sha zo'r qiz ekan, ko'rib chiqqan dedi. Men ko'rib chiqdim. Birinchi Telegram kanalingiz bor edi. Ko'rib chiqdim videolaringizni. Odamlar bilan ishlashingiz yoqdi. Aynan mutaxassisligingiz shu yilga yoqdi menga. Aha, rahmat. Lekin menda ko'proq qo'rquvdan bo'ladi. Begona odamlardan hayajonlanasizmi? Shunaqa begona muhitga tushib qolsam, shu begonalashdimmi? Shu eshik taqillatishga qo'rqmaysiz-a, xullas? Yo'q. Siz yaxshi berkitasiz. Unaqa narsa, ya'ni og'rig'ingiz bor shu narsadan. Shunaqa desam kerak. Axir turmushga chiqishdan qo'rquv bormi yo'qmi? Masalan, begona xonadonga kelin bo'laman, nutqimni ko'rsachi, yo'q bo'lmasa uchrashuvga chiqsam-chi, o'sha yerda duduqlanib qolsam-chi degan qo'rquv bormi sizda yo'qmi? Ko'proq o'sha begonaga borganimda o'zimni misol uchun ichimdagi gaplarimni bemalol aytolmayman. Aytolmay qolsam-chi, ichimga to'lsam-chi degan narsa. Aha.